Shirinjon, Sakura ko'rgani keldingmi? Assalomu alaykum. Hamma so'rovdi, bu Shibuyadagi Sakura Gaoka deydimi? ha. Sakurali yo'l degan otli joy. Jazginchi yashil bayri ham chiqib qopti-ku, lekin keldik sizlarga ko'rsatmoqman. Bugun bulutku, gul chiroyli bo'lgani uchun uncha ko'rinmayapti. Sakura qorga o'xshab yog'ayotgan paytda pastda o'tirib, Yerda o'tirib, yeb, gaplashib, ko'rib o'tirishadi Sakurani. Piknik hanami deydi. Endi bu safar qilmaymiz-ku. Sakura ko'rishga kelayotganlar uchun men bitta advice qilaman. Oxirroq kelinglar. Уже bir haftadan keyin hammasi просто bay bo'lib ketadi. To'kib ketadi. Hozir ham ancha yashil bay bo'lib chiqdi. Sizlarga Hontowa oxirroq ko'rsatib keldi-ku. Yomg'ir bo'ldi-da. Best season bo'lsa kerak. Keyin safar agar to'qirib ketmagan bo'lsa, Shibuya emas, ozgincha chet joyga borib piknikni ham ko'rsatamiz. Xayr.